Dubayda shahar chetida yashaydigan Ahmed degan odam har kuni uyini ro'parasiga stol qo'yib, ustiga suv, issiq choy va arab xurmosini qo'yib qo'yarkanda, hech kimga hech narsa demasdan uyga qaytib kirar ekan. U stolni oldidan shundoqqina uyni ro'parasida olib borilayotgan qurilish ishlaridan charchab chiqqan ishchilar o'tar ekan. Kimdir velosipedda, kimdir peshkom o'tayotib, ularning ko'zi stoldagi yeguliklarga tushar ekan. Kimdir to'xtab uni olishga qo'rqar ekan, kimdir uyalar ekan. Shu tariqa ustalar har kuni ishdan qaytayotib, stoldagi ne'matlarni ko'rishga odatlanib qopti. Oxiri kimdir o'tdan bitta olib yebdi. Uni ko'rib qolgan hamkasblari ham o'sha ne'matlardan bahra olishga o'zida jasorat topdi. Har safar ustalar u yerdagi yeguliklardan og'iz tatiyotib, bunga sababchi bo'lgan inson haqqiga sidq dildan duo qilar ekan. Kimdir kayfiyati ko'tarilar ekan, kimdir esa o'ziga haqiqiy insonlardek muomala qilinayotganini ko'rib minnatdor bo'lar ekan. Oxiri hamma ishchilar yig'ilib, o'sha odamga o'z minnatdorchiligini bildirish maqsadida bittadan to'yida gul ekib eshigiga olib borishibdi va xat qoldirishibdi. U yerda bizga har kuni bu ne'matni ilinayotganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Bizni baxtli his qildiryapsiz. Alloh ham sizdan rozi bo'lsin. Bizni kimgadir kerakli ekanligimizni eslatganingiz uchun alohida rahmat deb yozib qoldirishdi. Bu yozuvni ko'rib Ahmedni ko'ziga yosh kelibdi. Chunki uning ham o'g'li xorijiy mamlakatlarda aynan quruvchilik bilan shug'ullanar ekan. Ahmedning o'g'lini yonida bo'lish imkoniyati yo'q ekan, lekin xuddi o'g'liga o'xshab og'ir mehnat qilayotganlarning yonida turib ularni qo'llab-quvvatlagani uchun Allohga shukr keltiribdi. Qissadan hissa shuki, o'z farzandingizga qanday muomala qilishlarini xohlasangiz, siz ham birovlarga undan ortig'ini bering.